Assalomu alaykum aka, sizlar bilan Marfaz Kamolovich. Bugungi videoda telefoningizni zaryadi 1-2 soatda to'liq tugab qolgan bo'lsa, nima qilish o'rganamiz. Bugungi videomizda men sizga 5 ta oddiy tavsiyalarni berib chiqaman. Bularni qilsangiz telefoningiz zaryadi 1-2 soatga emas, uning ishlash vaqti 3-4 soatga ham ko'payishi mumkin. Buning uchun siz oldin podpiska va like bosing, sababi biz 100 ga juda ham yaqin keldik. Birinchi bo'lib yashirin ilovalarni yopish. Bunday qilish uchun mana shu yerga kiramiz. Kirganimizdan so'ng Active Apps bo'limi bor mana. Uni bosamiz va mana shu yerda ilovalar chiqadi. Agar sizga chiqqan bo'lsa, stopni bosamiz. Xo'sh, ikkinchi usulimiz esa yorug'ligingizni haddan tashqari balandligi. Bu rostdan ham misol uchun sizga qaysi bir usul, qaysi bir balandlik to'g'ri kelsa, o'shanda ishlatishingiz mumkin, lekin siz agarda yorug'likni ustiga bostirishingiz mumkin. Va bu yerdan Adaptive Brightness'ni yo'q qo'yamiz. Bu sizga yorug' joyga chiqsangiz yorug'likni baland qiladi va qorong'i joyga o'tirsangiz yorug'likni pasaytiradi va bu zaryadingizni tejalishini yaxshilattiradi. Uchinchi usul esa GPS, Bluetooth va Wi-Fi larni doimiy yonilg'iga. To'g'ri, bularni ishlatishingiz mumkin, lekin har doim ham GPS dan foydalanmaysiz. Misol uchun sinxronize bo'limini ham yo'q qo'yishimiz mumkin. Yoki bulut yoniq bo'lsa sizda o'chirishingiz mumkin. Va eng asosiy sabablardan biri geolokatsiya yoki location yoniq bo'lishi. Bu telefoningiz zaryadini tezroq ketkazadi va boshqa sabablarni ham olib keladi. To'rtinchi usulimiz TikTok, Instagram va olgan ilovalar ko'p batareyani sarflashi. Buni qanday bilamiz? Nastroykaga kiramiz va bu yerdan biz Digital Wellbeing and Parental Control degan bo'limni topib olamiz va bu yerga kiramiz. Bu yerda sizga telefoningizni ishlatish vaqtingizni chiqarib beradi. Haqiqatan ham menda Instagram 2 soat 47 minut ishlatilgan. Buni ishlatish soatini kamaytirsak, telefonimiz ko'proq ishlaydi. Keyingisi esa batareyani qiynab qo'yadigan ilovalar. Bularni qanday o'chirish mumkin? Bularni aslo to'xtatib bo'lmaydi. Buning uchun batareyaga kiramiz. Nastroykadan batareya bo'limini topamiz. Batareya bo'limini topamiz. Bu yerga kirganimizdan keyin Power Saving bo'limini yo'q qo'yamiz. Misol uchun men telefonimni zaryadi hozirda 91% bo'lsa, telefonim zaryadi 17 soatga yetadi. Agarda Power Savingni o'chirsam, 14 soatga yetadigan bo'ldi. Buni yo'qishimiz bizga telefonimiz zaryadini ko'p ketishini ta'minlab beradi. Va videoning yakuniga keldi. Videomiz shulardan iborat edi. Videoni ko'rganlar, oxirigacha ko'rganlardan bitta iltimosimiz bor, like va obuna bosib qo'ying, sababi biz 100 ga juda ham yaqin.